Assalomu alaykum. Efirda Rostdan ayting tok-shousi. Bugun tibbiyot mavzusiga yana bir bor to'xtalamiz. Bu esa bejiz emas. Bizning fokusimizda 90 kunlik dastur qanday amalga oshirilayotganligi turibdi. Studiyamizga taklif etilgan ekspertlarimiz bilan ushbu mavzuni birgalikda muhokama qilamiz. Albatta, insonning farovon turmush sharoitida yashashini belgilab beruvchi eng asosiy omil bu uning salomatligi hisoblanadi. Salomatlik esa o'z navbatida ana shu insonning o'ziga, balki u yashab turgan mamlakatdagi tibbiyot tizimining qay darajada, sifatli darajada yo'lga qo'yilganiga ham bog'liq hisoblanadi. Shu ma'noda bizda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, ishlar borasida birgalikda fikr almashamiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Dastlabki savolimiz bilan yuzlansak, 90 kunlik dastur. Bu qanday dastur hisoblanadi? U qachondan boshlandi va qachon o'z yakuniga yetadi? Va u o'zida nimalarni aks ettirgan? 90 kunlik dasturimiz 1-iyundan 25-yil shu yildan boshlangan. O'zgarishlar vaqti dasturimiz turk ekspertlar bilan birga qilingan. Bizda hozir 7 ta turk ekspertlar jalb etilgan. Ular bilan biz har bitta viloyatga borib, hozirgi holatni o'rganib chiqdik. Va ular bilan o'rganganimizda biz hozirgi boshlagan islohotlarimiz, shu reformamiz boshlaganda 3 ga bo'ldik. Birinchisi qisqa muddatda qilinadigan ishlar, ikkinchisi o'rta muddat, uchinchisi uzoq muddatda qilinadigan. 90 kunlik dasturimiz bu qisqa muddatda qilinadigan dastur hisoblanadi. Buni amalga oshirish uchun katta mablag' talab qilmaydigan ishlar. Ya'ni bu oddiy kirishdan boshlanadigan. Misol, xuddi odamning uyiga mehmon kirgandek, biz ham bemorlar poliklinikaga kirganda o'zini kayfiyatini ko'taradigan narsalar. Bu birinchi bo'lib oddiy pandusdan boshlayapmiz. Imkoniyati yo'q, nogiron odamlar o'zlarini yetakchilar kolyaskalar bilan kirgani imkoniyatni yaratyapmiz. Undan tashqari yoritish tizimini hammasini qarab chiqib, hamma yerda yorug' bo'lishini, yo'laklardan tashqari belgilar, qayerda qaysi xona joylashgan, nima joylashgan, ro'yxatxonani formatini o'zgartiryapmiz. Ro'yxatxonalar ilgari bilsangiz kichkinagina oynakcha bo'lardi, shu orqali muloqot qilardi. Endi xuddi banklarga o'xshab yuzma-yuz bemor bilan ro'yxatxonani hamshirasi gaplashadigan sharoitlar yaratyapmiz. Bundan tashqari biz yana ahamiyat bergan narsa bu gigiyenaga. Ko'p joylarda hojatxonalar tashqarida joylashganda, ularni biz imkoniyat bor joyda ichkariga joylashtiryapmiz. Undan tashqari bor hojatxonalarda eshigi yo'q hojatxonalar bor ekan. Ikkita odam o'tirib bir-birini gaplashadi. Shunaqa imkoniyat bo'lmasligi uchun eshiklargacha qilyapmiz. Undan tashqari ona va bolaxona. Bu katta e'tiborga ega, sababi ona farzandi bilan emlashga kelganda ularda oddiy farzand qorni och qolganda qorni to'ydirgan joy yo'q edi. Yoki tagligini almashtirish kerak bo'lib qoladi. Turli xil ehtiyojlar ko'payadi. Shu uchun ona va bolaxonalar tashkil etyapmiz. Kamida bitta joy topib, parda qilib stulchi qo'yib qo'yish, agar imkoniyat bo'lsa, xona. Bu xonada tagini almashtirgan imkoniyat yaratish, suv hammasini joyiga joy qildiryapmiz. Albatta, insonlarning kayfiyati tibbiyot muassasasiga borgandan o'zgarishi mumkin, yoki yaxshi tomonga, yoki aksincha. Albatta, bu ishlarning bari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-maydagi farmoni asosida sog'liqni saqlash sohasida ma'muriy islohotlar doirasida amalga oshirilyapti. Ushbu farmonda nazarda tutilgan bandlarga ham to'xtalib o'tsak, marhamat, sizdan eshitamiz. Albatta, bugungi kunda alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak, tibbiyot sohasi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarda beqiyosligini. Sababi bugungi kungacha amalga oshirilgan islohotlar zamirida tibbiyot bugungi kunda xalqimizga yaqinlashtirildi. Aytishimiz mumkinki, bugungi kunda o'sha 400 dan ortiq yuqori texnologik operatsiyalarni bugungi kunda tuman va viloyat markazlarida amalga oshirilayotgani ham bu xalqimiz uchun juda ham qulaylik yaratganligini alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Xuddi shunday islohotlarni yana yangi bosqichga olib chiqish maqsadida, demak, joriy yilning 7-may kuni muhtaram prezidentimiz aynan mana
shu tibbiyot sohasidagi birlamchi tizimni va ixtisoslashgan markazlarni yangi bosqichga olib chiqish, islohotlarni olib chiqish maqsadida demak videoselektor yig'ilishi o'tkazdilar va bu videoselektor yig'ilishida alohida aniq maqsadli vazifalar belgilab berildi. Albatta bu yig'ilishdan so'ng demak 19-may kuni hozir ta'kidlab o'tganingizdek 88-sonli demak prezident farmoni va bunga asosan 185-sonli prezident qarori imzolandi. Hozir yuqorida aytgan mana mutaxassisimizda o'sha 90 kunlik davomida amalga oshirilishi belgilangan har bitta tadbir aynan mana shu 185-sonli qarorda alohida ko'rsatib o'tilgan. Demak, ushbu qaror demak 5 ta maqsad va 19 ta aniq vazifalardan iborat. Demak, albatta bu maqsad va vazifalarning o'z vaqtida manzilli bajarilishi yana bir bora o'sha tibbiyot sohasini xalqimizga yaqinlashtirishga va o'z navbatda xalqimizni mana shu tibbiyot sohasidan roziligini erishishga olib keladi. Mana shu maqsadlarga keling yaqinroq to'xtalib o'tamiz va bu 90 kunlik qachon o'z yakuniga yetadi? Sanasi belgilab berilganmi? 1-iyundan boshlanadi, 31-avgustda tugaydi. Yozning oxirida yakuniga yetadi. Demak, o'ylaymizki, anchagina tibbiyot muassasalari yaxshi sharoitlarda o'sha bemorlarni, aholini qabul qilishni boshlaydi sentyabr oyida. Aynan bugungi kungacha demak tibbiyotda amalga oshirilgan islohotlar tibbiyot muassasasini moddiy texnik bazasini rivojlantirishga, shu bilan birgalikda kadrlar ta'minoti, kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirildi. Aynan bu farmon, qaror, ya'ni o'sha 90 kunlik dolzarb yondashuvda umuman boshqacha, ya'ni xalqaro yondashuvga asoslangan yangi model ishga tushirilyapti. Ya'ni bunda biz moddiy texnik bazani rivojlantirish yoki bir laborator xizmatlarni rivojlantirishga emas, aynan inson uchun qulay bo'lgan sharoitni yaratishni maqsad qilganmiz. Demak, bu hozir yuqorida mutaxassisimiz aytganlaridek o'sha har bitta endi tibbiyot muassasasiga keladigan odam birinchi navbatda bemor kishi bo'ladi va albatta sog'lom kishilarimiz o'zini salomatligini yana tekshirish uchun kelishi mumkin. Demak, o'sha kelayotgan bemorlarimiz uchun yanada qulaylik yaratish va o'sha aynan murojaat qilgan muassasasida o'zini erkin va qulay his qilishi uchun amalga oshirilishi aniq bo'lgan maqsadlar, vazifalar aynan mana shu 90 kunlik dasturda o'z yechimini topadi. Bugungi kunda mana ushbu dolzarb 90 kunlik boshlandi. Demak, biz avvalo bu 90 kunlik doirasida avvalambor biz ish rejalarimizni tasdiqlab oldik. Ya'ni bugungi kunda o'sha 5 ta qo'yilgan asosiy vazifani biz o'zimiz uchun yo'l xaritasi tuzib oldik. O yo'l xaritani nafaqat bugungi kunda rahbarning o'zi, balki mahalliy hokimiyat bilan, ya'ni tuman, shahar, viloyat hokimlari darajasida ushbu yo'l xaritasi aynan tasdiqlab berildi. Bizni hozir tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimiz orasida bu mavzuni tushunmaganlar talaygina. Shuning uchun keling maqsadlarni sanab o'tamiz. Xo'sh, o'zi bu dastur nima ekan? Dastur asosida nimalar maqsad qilib olingan ekan degan savolga javob topsak birinchi. Marhamat. Birinchi maqsadi misol tibbiyotda sifatini oshirish, tibbiyotda yordam berishni. U degani oddiy statsionarda, palatada bemor yotganda hozirgi sharoitni ko'rganimiz bo'yicha bemor hamshirani chaqirish uchun yo'q o'zi chiqish kerak, lekin bemor o'zi yaxshi his qilmaydi o'zini. Yo'q kimdir yuborishga yoki baqirishga to'g'ri kelgan sharoitlarni ham ko'rdik. Shunaqa bo'lmaslik uchun sifatni oshirish uchun biz hozir har bitta statsionarda tugmachalar, shularda vazifa qilib tugmachalar qo'yiladi. Tugmachani bosganda xuddi ofitsiant chaqirganda, lekin bu yerda keraklik mahalda hamshirani chaqiradigan imkoniyat yaratyapmiz. Undan tashqari bizda yurganimizda tez yordam mashinalarida, katalkalarda nima yo'q bo'lgan, zambillar yo'q bo'lgan. Shuni hozir hammasiga majbur qilyapmiz. Bo'lsin, sababi bu xavfsizlik. Hali bemor zo'rlayotganda, yana olib ketayotganda tushib ketib qolish kerak emas. Ikkinchi maqsadimiz bu bemor bilan muloqot, etika, deontologiya va empatiyani. Bu degani, empatiya degani bemorni hozirgi og'riyotgan nimalarini, qiyinchiliklarni shifokor sezish o'zi. Shuni nima o'zi o'rcha aytganda sachuvstiya, u bilan birga his qilish, uni qiyinchilikni qabul qilib, unga to'g'ri yo'l ko'rsatib, yaxshi muomala qilish. Bizda oddiy vazifa qilyapmiz. Oddiy kira olishda turgan ro'yxatxona xodimidan sanitarkagacha
hamma nimadir savol bersa bemor, misol qaysi kabinet qayerda joylashgan desa, shu savolga ham javob berib, yumshoq, yaxshi javob berib, qayerdan ko'rsatib qo'yish. Ro'yxatlar qilib, funksiya vazifagacha yozyapmiz. Nima qilish kerakligini. Undan tashqari yana bir maqsad bu aytgandek gigiyena. Gigiyenada 4 ta yo'nalishi bor. Birinchisi bu aytgandek hojatxonalar tashqarida bo'lsa ichkariga olib kelish. Ikkinchisi hojatxonalar hammasida suv bilan ta'minlash, issiq suv bo'lishi, qog'oz bilan ta'minlash va gigiyenik nimalar, vositalar bilan. Undan uchinchisi imkoniyati cheklangan bemorlar bo'ladi yoki yoshi katta bemorlar bo'ladi. Ularga osonlik bo'lishi uchun sharoit yaratish. U degani ushab turgani, haligi o'zini kuchini ishlatib bemorlar turgani shunaqa nimalar imkoniyat yaratish. Undan tashqari bu yoritish tizimi va haligi yurishda qulaylik yaratish. U maqsadga bu aytganda yoritish tizimi, undan tashqari devorlarning ranglarini ko'p joyda kulrang, unaqa boshqacha kayfiyatga ta'sir etadi. Shuni yorug' ranglar qilish deb majburladik va aytganimdek yo'lni ko'rsatish. Qayerda qaysi shifokor o'tiradi, shuni sxemalar qilish. Undan tashqari shikoyatlar bo'lgan bemorlardan laboratoriyani analiz topshiraman desa, 2-3 qavatga chiqishim kerak. Shunda men chiqayotganimda ham men charchab qolaman, analizdan o'zgarib qolishim mumkin degan. Shuning uchun biz hammaga bir xil tipda sxemalar qilib berdik. Birinchi qavatda kim o'tirish kerak, kim nima joylanishi kerak, ikkinchi qavatda shifokorlarning joylashuvi. Shifokorlarning joylanishuvi har bitta qadamgacha o'ylab chiqish sababi bemorning yo'li bilan yurdik. Bemorga qulaylik yaratish uchun. Endi asosiy maqsad bu inson salomatligi va qulay sharoit yaratish. Har bir boya so'zingiz boshida ham aytdingiz, poliklinikaga nafaqat bemor, balki sog'lom inson ham keladi. Sog'lom inson ham kelganda ularga baribir servis yaratish kerak. Bugungi kunda mana imkoniyati cheklangan shaxslar. Ular oddiy pandusda qanchalik qiynalgan oldi yoki shunaqa poliklinikalarimiz bor, bugungi kunda pandusi yo'q. Ularga qay holatda tibbiy xizmat ko'rsatilgan degan savol haligacha ochiq. O'sha aravachalari bilan mustaqil kirib bora olishmaydi. Har doim oldilarida hamroh bo'lish kerak hozir. Shuning uchun bugungi kunda mana shu panduslarda, hatto mana shu 90 kunlik, dolzarb 90 kunlikda farmonda ham va farmon asosida tayinlangan qo'llanmada pandusda har bir gradusigacha ko'rsatilgan. Shu darajada qilinganki, mukammal qilinganki, shu barchasi inson qadri, inson salomatligi uchun. Bundan tashqari mahalliy hokimliklar tomonidan ularga ma'lum bir miqdorda mablag' ajratilishi ham belgilab o'tilgan ekan. Ushbu mablag'larning qay darajada tasarruf etilayotgani, qay darajada undan oqilona, o'rnida, joyida, o'z vaqtida foydalanayotganini, demak, nazorat qilib borishi esa o'z navbatida xalq vakillari, ya'ni xalq deputatlari, demak, tuman, shahar, viloyat kengashlarining o'sha a'zolariga ham bog'liq hisoblanadi. Bu borada nazorat ishlari, o'sha ishlarni kuzatib borish borasida, amalga oshirilayotgan ishlar borasida ma'lumot berib o'tsangiz. 90 kunlik e'lon qilinganini o'zida men qiziqdim. Nima ishlar qilinayotgan ekan va qanday topshiriqlar bo'lgan ekan. Chunki biz bular o'zaro ichki yig'ilishlarda qatnashmaymiz. Aslida mana shu inson uchun yaratilgan har bir sharoitni shu vaqtga qadar ham kuzatib kelganman. Meni hududimdagi katta bir poliklinika avvaldan bo'lmagan, mana shu 2 yildan oshdi. Maqomi, oilaviy poliklinika maqomi tikladik. Biz zamonaviy bino qurganimizdan keyin, binosi bo'lmagan poliklinika ham bo'lgan. Qishloq vrachlik punkti tarzida ishlab kelgan, vaqti kelganda optimizatsiyada yo'qotib ketgan va ijarada yashagan poliklinika bizga xizmat ko'rsatgan va 2019-yil investitsiya dasturi asosida zamonaviy 2 qavatli poliklinika binosi qurilgandan keyin tarmoq grafiki bo'yicha biz baribir shu oilaviy shifokorlik punkti tarzida ochilishimiz kerak edi. Hattoki shu sog'liqni saqlash vazirligigacha kelganman. Aholi soni o'sgan. Endi bu aholi soniga nisbatan oilaviy shifokorlik punkti yoki oilaviy poliklinika tarzida ochilish kerak edi. Endi o'sha farmonni ham o'zgartirib, biz 2 yil avval poliklinika qilib ochdik. Yetarlicha shtat birliklari berildi. Shu tor mutaxassislar ham berildi. Shu qaysi birlari kerak bo'lgan bo'lsa, zamonaviy apparatlar olib kelindi. UZI apparatlari, stomatologiya apparatlari, xirurgik jihozlar deymizmi, laboratoriya jihozlar deymizmi, hammasi qilingandan keyin endi men o'zim asosiy talab qo'ydim-da. Chunki har xil kayfiyatdagi, har xil toifadagi aholi bor. Aralash ko'p millatli hududimda 5 ta mahallaga qaraydigan bir katta poliklinika bo'lgandan keyin doimo shu poliklinikaning rahbariga birinchi navbatda shifokor huzuriga keldimi, baribir o'sha bemor
haq bo'lib chiqadi. To'g'ri, endi haqoratlar yoki bir kayfiyatida kelib o'zidan o'zi bir urushib ketadigan bo'lsa, ularga ham o'ziga yarasha munosib javob qaytarishi ko'p ta'kidlardim. Lekin baribir qandaydir ehtiyoj bilan keladi. Ehtiyoj bilan keladi. O'sha bepul tibbiy o'sha uskunalar deymizmi yoki dorilar bilan ta'minlanishi har doim nazorat qilaman-da. Hech qachon shu norozi bo'lib qaytmasin deb shifokordan ko'p talab qilaman. Har bir xodimingizga, oddiy tibbiyot xodimidan tortib vrachgacha, patronaj hamshira deymizmi yoki emlash hamshiralarim hammasi o'zini vazifasini sidqidildan bajarsin, norozi qaytmasin va shu portalmi, murojaatmi yoki e'tiroz bo'lmasin degan tarzda ko'p talab qilardim va shu 90 kunlik boshlangandan keyin qiziqdimda, bitta nafaqat o'zimniki, boshqa parkinkalarni rahbarlariga ham telefon qildim. Qanaqa boshlandi, nima topshiriq oldinglar boshqa. Endi kimdir tushungan, lekin sal e'tiroz bildirdi. Endi shu narsa bor ekan, u ham qilishimiz kerak ekan degan kimdir og'rinib qabul qiladi-ku. Shu narsani mana bir haftadan oshgan bo'lsa, bugun aynan mana bugun ertalab otamlarni shu qon topshirishga olib chiqqandim. Ko'rdim, meni qilib qo'yilgan, tayyorlab qo'yilgan ekan. Zamonaviy parkinkada ko'p ham ish yo'q edi. Panduslar o'sha vaqtda o'zida bular aytgandek, o'sha graduslardan tortib juda bir chiroyli qilib sharoit yaratib ketilgandi. Lekin bu 90 kunlikda berilgan vazifalar endi bu alohida. Kirib ko'rdim, o'zi rahbari o'zi ham yuring ko'rib chiqing, parkinkani qilib qo'ygan ishlarim edi. Shu ikkinchi qavatga ko'tarilganda har bir xona raqamlar yozilgandek, shu strelkalar bilan, belgilar bilan qaysi tomonda qaysi shifokorlar o'tiradi, nima qiladi, ularni ko'rdim. Demak, bu oldindan bo'lish kerak bo'lgan narsa ekan-ku, lekin qilinmagani uchun bu topshiriq bo'ldi, qilindi. Menga yoqdi bu narsa. Keyin laboratoriyalarimiz birinchi qavatda joylashgan. Keyin yana e'tiborim tortgani odamlar shu qon topshirib chiqqanlaridan keyin darrov o'sha javobi chiqqanda aytibdi-da, shu qoningiz ancha quyilib ketgan ekan, doktorga kirib keting. Birinchi qavatda o'zi o'sha birlamchi qabul qilib yo'naltiradigan xonani o'zi oldindan qilingandi, lekin vrach tushirib qo'yishibdi. Oldin ikkinchi qavatda o'tirardi bu odam. Birinchi qavatga tushirishibdi. Ichkariga kirdilar, shu darrov yozib berdi, shu qanaqa osmonkol oladilarmi, nima oladi, hammasini yozib tayyorlab turgan ekan. Uni orasida bular ishlarni hal qilguncha meni aylantirib chiqdi rahbar. Ko'rdim, bular aytgandek hojatxonada hattoki shu tutqichilari ham qilingan. Keyin nogironlik aravachasi berishdi tumandan, uni olib kelib qo'ydik deb hamma sharoitni imkon qadar qildik. Bu birlamchi talab qilinayotgan ishlarni qilib bo'ldik. 2 kun vaqtim ketdi, qilib qo'ydim deb rahbari o'zi qilgan ishidan mamnun. Endi bu yo'lidagi boy aytganlari o'sha etiketmi, boshqami, tibbiyot xodimlariga qo'yiladigan vazifalarning hammasi endi o'z-o'zidan insonning o'ziga ham bog'liq va undan talab qiladigan rahbarga ham bog'liq. Chunki bilaman-da, ko'pincha kelib urushib ketadigan aholi ham bor. Masalan, tuman markaziga borib bu doktordan o'tib keling deydigan bo'lsa, nima qilib o'tiribsan bu yerda deydiganlari bor. Kayfiyat endi to'g'ri, birov biladi, birov bilmaydi. Endi inson ongi har xil-ku, tibbiy madaniyat har xil har kimda. Shuning uchun endi bu yog'i o'zingizlarga bog'liq. Endi sizlarga Xudo quvvat bersin deb chiqib ketdim. Men mamnun bo'ldim. O'zimni hududimdagi parklinika bugungi kunda bo'layotgan o'sha 90 kunlikdagi berilgan dastlabki vazifalarning hammasini bajarib tayyor turishibdi. Hattoki ro'yxatxona endi men aytasiz, to'g'ridan to'g'ri muloqot qilinadigan. Endi u ro'yxatxona haqiqatan o'ynavand qilingan. O'sha oldin zamonda qanaqa talab qilingan bo'lsa, tipovoyda xuddi shunaqa qilingan, lekin o'sha stullar qo'yib qo'yilgan, to'g'ridan to'g'ri o'tirib, bunaqa tikkadek turib yoki engashmasdan o'tirib, o'sha oraliq bemalol ochiq gaplasha oladigan, kartasi bo'lsa kartasini olib beriladigan sharoitda qilib qo'yilganligini o'zim ko'rib xursand bo'ldim. Kreslolargacha qo'yilgan. Endi siz aytayotganingiz 2 yil avval qurib bitkazilgan yangi bino. Avval qurib bitkazilgan, ancha yildan beri faoliyat olib borayotgan tibbiyot muassasalaridagi ahvol qanaqa hozir? Endi ahvol bo'lib aytganda ozgina baribir aytganda vazifalarni qilishga to'g'ri keladi. 2-3 yil ichida biz juda ko'p poliklinikalarni yoki oilaviy shifokor punktlarini maqomini tikladik. Binosi eskirib ketganlarni ta'mirlanib, o'tgan yil o'zi 8 tasini qayta tikladik. Qibray tumanida masalan. Sharoitlar yaratilgan, ko'pchiligi yangidan qurib berilganlari bor. Juda bo'lmaganda ham shu adalyonni deyiladi, uzoq hududlarda parkinkaga orasi masofasi uzoq bo'lganlarni o'sha yerda 2-3 tadan konteynerlarni qo'yib, jihozlab ta'mirlab berilib, o'sha aholiga birlamchi shu yaqinlashsin degan maqsadda o'sha yerga shifokorlar, patronajlar qo'yilib, u sharoit ham yaratib berilgan. Aholini imkon qadar shu talabidan kelib chiqib, sharoitdan kelib chiqib, imkoniyatlarni qilib berilyapti shu kunga qadar. Tibbiyot tizimining sifatli darajada ishlab ketishi albatta ta'limdan boshlanadi. Ya'ni bu sohada tahsil olayotgan talabalarga berilayotgan bilimning qay darajada kerakli ekanligi, qay darajada sifatli darslar olib borilayotganligi va bitirib chiqayotgan talabalarning bilim ko'nikmalari ham katta rol o'ynaydi. Shu o'rinda aytib o'tish joiz, so'nggi yillarda ushbu yo'nalishda ta'lim berayotgan muassasalarda qabul 4,5 barobarga ko'payib, yiliga 25 ming nafar yoshlar o'qishga kirishayotgan ekan. Bitirib chiqayotganlar esa albatta ulardan ko'pchilikni tashkil etadi. Mana shu tibbiyot xodimlariga, ya'ni bo'lajak tibbiyot xodimlariga
ishni ta'minlash, ularni bandligini hisobga olish borasida ishlarchi qanday amalga oshirilyapti? Ya'ni shuncha xodim bitiryapti, shuncha talaba bitiryapti. Ularni ish bilan ta'minlay olyapmizmi? Ayniqsa birlamchi bo'g'inda. Bugungi kunda siz aytayotgan raqamlarni o'sha 25 ming yoshlar bugungi kunda oliy ta'lim qamrovi bilan qamrab olinyapti. Buni 40% belgilab o'tishim kerak. Bu xususiy tibbiyot muassasalari. Endi bilasizmi, hozirgi paytda O'zbekistonda 38 millionga yaqin fuqaro istiqomat qiladi. Bir yilda demak 1 milliondan oshiq chaqaloq dunyoga kelyapti. Bir yilda. Har yili prognoz demografik ko'rsatkich oshib boryapti. Agarda biz boyagi gapingizga qaytadigan bo'lsak, bizni O'zbekistonda har 10 ming fuqaroga 27 nafar shifokor to'g'ri keladi. Bu ko'rsatkich yetuk, demak AQSh, Buyuk Britaniya, Finlandiya davlatlari bilan bir xil. Ya'ni rivojlangan mamlakatlar. Lekin shunaqa mamlakatlar bor, Turkiya, Kanada, ularda 1,5 baravar kam. Demak, demografiya oshgan sari talab ham oshadi. Tibbiyot xodimlariga talab ham oshadi. Mana hozir hurmatli deputatimiz aytib o'tganlar, demak o'sha oldingi poliklinikani maqomi bo'lmagan. Yo OSHP, yo QVP, umuman maqomi bo'lmagan. Hozir mana 1000 marta rahmat hurmatli prezidentimiz tomonidan mana Oliy Majlis deputatlari, undan tashqari mana shuncha partiyalar tashkil etildi. Undan tashqari mana tuman kengashi, xalq deputat kengashlari deputatlariga shunchalik vakolat berdilar. Mana shu vakolatlardan foydalanib, bugungi kunda har bitta tuman kengashidagi deputatlar o'zini tashabbusi bilan chiqyapti. Aynan tashabbus qayerdan kelib chiqyapti? Boyagi siz aytayotgan kuzatuvdan. Har bitta bugungi kundagi deputat o'zi saylangan hududdan borib muammoni o'rganyapti. Bugungi kundagi bizning deputatlar o'sha xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaryapti. Demak, yangi bitirib kelayotgan yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasiga ham xalq vakillari, deputatlar mas'ulligini. Endi bari shu yerda qo'shimcha qilaman Aziza, rostini ayting ko'rsatib bo'lgandan keyin rostini aytish kerak. Davlat tibbiyoti baribir bepulda, xalqqa bepul qilingan inson omili, inson uchun qilinyapti. Lekin xususiy sektor baribir rivojlanib ketyapti. Oldinda kelsa ketadiki, ortda emas. Bitirayotgan yoshlar ham endi ularning orzulari kattadir, boshqadir. Hamma yosh ham hozir borib davlat muassasasiga, davlat tizimidagi tibbiyotga, ayniqsa poliklinikalarga ishga kirishi juda ham qiyin. Chunki endi ko'pchiligi boya aytganimdek har xil toifadagi odamlarni ko'tara olmaydi. Birinchi navbatda maoshiga qaraydi. Mayli, maoshga ham kelar, lekin u yerda hozir barcha yuklamalar bor-da. Qancha ming aholiga bitta oilaviy shifokor agar xizmat ko'rsatadigan bo'lsa, kerak bo'lsa xonadoniga boradi. Har xil sharoitda ishlaydi-da. Masalan, turli muomalalarni ko'radi, juda ham yaxshi his qiladigan odamman, chunki turmush o'rtog'im haqiqatan shifokor, magistraturagacha bitirgan, tor mutaxassisiga ham bor. Oilaviy poliklinikada ishlagan. Ishonasizmi, aholiga u paytda men ishoning bir 15 yilcha oldin ishlagan sharoitdan bugungi kungacha bo'lgan holatda aytadigan bo'lsam, qiynalgan, oson emas, har xil toifa poliklinikaga kelib baqir-chaqir bilan kelib, endi bosh shifokor ham endi portal tushmasin, boshqa tushmasin degandek qilib, baribir o'sha aholini, murojaatchini yoniga tushadi-da, mayli nima bo'lsa ham chidab turing deydigan. Hamma ham chida olmaydi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganim shu, poliklinikaga doim qavrab turaman, ko'p poliklinikalarga borib o'rganib kelaman-da, yoshlarni borib yig'ib kelishdi, ancha mana bitiruvchi yoshlarni-da 5-6 tadan yoshlar yurishdi. Yigitlar, qizlar, endi chin dildan yurayotganlarni ko'rib xursand bo'ldim. Shular agar qolib ishlasa, bitirgandan keyin o'sha ketib qolmasa, yaxshi bo'lardim. Mana navaralarimni olib chiqadigan bo'lsam, ko'tarib olishadi-da, o'ynatib yurishadi endi ko'rik paytida yoki chin dildan bolajonlarni ko'rdim-da, o'sha pediatriyani bitirayotgan bolalarni xursand bo'ldim-da, mana shu kunda ular yo'q. Ishonasizmi, orada 3-4 oy o'tdi-da, yo'q, kelmadi bular. Men endi rahbarimdan ko'p urishaman, 1,5 stavkalab, 2 stavkalab ishlash kerak emas. Hududlarga yetib bora olmaysa vaqtida, undan keyin murojaat to'polon portal shundan keyin ko'payib ketadi. Olib qolinglar bolalarni, yoshlarni olib qolinglar desam, qani jon deb berib yuboramiz-ku, bitta bir stavkadan ishlaganda ham hammaga yetib ortadi mayli. Vaqtida ishlaydi, ketadi uyiga. Lekin yoshlar bugungi kunda
chidamaydi davlat muassasalariga borib ishlashga. Ularga borib qabuliga yozilgandan keyin mana hech kim hali aytadi-ku, bozori o'tmagan bir xil doktorlar borda, davlat muassasasida. Ketib qolishadi, bir ozgina paytdan keyin qidirib borib qolsangiz, qaysidir xususiy klinikada o'tirib qabul qilayotgan shifokor bo'ladi. Uni tumandagi rahbarlar ham aytishadi, bizda hech kim kirmasdi oldiga shu mutaxassis deydi. Borsam deydi 200 ming so'm ekan qabuli deydi. Sen shu yerda ishlayapsanmi deb so'rasam, ha bu qabul nech puldansa 150 ming 200 mingdan qabulimga. Qarang, hech kim mensimagan oldiga kirmaganda borib pul to'lagandan keyin indamay uni aytganini bajaradi ham, aytgani bo'yicha ham hali baqir chaqirsiz o'tirib odobligini bo'lib eshigini tegdi, qabulga kirib chiqadi deydi. Aytmoqchi bo'lganim, baribir tibbiyotda fidoyi bo'lmasa ishlay olmaydi. Uni oyligiga ham ko'nikish kerak. Ularning oyligi barakali. To'g'risi, masalan, meni turmush o'rtog'im oladigan oyligi hamma narsasi ketadi, bilmayman, shu ro'zg'orga ham narsa ko'tarib keladi, boshqa qiladi. Meni oyligimdan yarim barobar kam bo'lishi mumkin, lekin uni puli barakali. 90 kunda hozir yaxshi aytdingiz, xususiy sektor. Xususiy sektor bilan mana shu 90 kun xudo xohlasa yakunlansa, bemalol davlat tibbiyot muassasalari bemalol raqobatlasha oladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan 88-farmonimizda mana hurmatli deputatimiz opa aytdilar. Demak, bu farmonda bandma-band agar aytilganda 15 ta hudud bugungi kunda respublikani 15 ta tumani sinov tajriba sifatida tanlab olingan. Sinov tajriba sifatida. Va 15 ta hududda aynan prezidentimiz 7-may kuni sog'liqni saqlash tizimda olib borilayotgan selektorlarida bitta narsani aytdilar. Oilaviy poliklinikalarda ishlovchi oilaviy shifokorlarning oyligini $500, ushbu hamshiralarning oyligini $300 qilamiz dedilar. Kamida. Undan tashqari, agarda malakasini oshirib, shifokorlarimizga 10 oylik, hamshiralarimizga 4 oylik o'quv kurslarida o'qib, maxsus sertifikatga ega bo'lsa, yana shuncha qo'shib beraman. Va undan tashqari, surunkali kasalligi bor bemorlar, ya'ni onkologik, kardiologik, qandli diabet kasalligi bilan bor bemorlarni parvarishlashda, ularni hayot tarzini yaxshilashda, sog'lomlashtirish ishlarini olib borishda faol ishtirok etgan tibbiyot xodimlariga yana xuddi shuncha ustama qo'shib beraman degan fikrda aytilgan. Mana bu farmon bilan chiqdi-da, demak, oylik bitta oilaviy shifokorniki $1,500, barchasini bajarsa, hamshiraniki $800. Endi savol tug'iladi. Hozir deputatimizni fikrlarida qaysi xususiy sektor buni to'lay oladi? Mana prezidentimiz qay darajada sharoit yaratib berdi. Faqatgina bu tibbiyot xodimini o'ziga bog'liq va tibbiyot muassasani rahbariga bog'liq. Agarda rahbar dolzarb 90 kunlikda Bekzod aka aytgandek berilgan vazifalarni to'la to'kis bajara olsa, shundagina fuqarolar keladi va unumli foydalanadi. Albatta shu davlat muassasasiga xohlaymizmi baribir boramizda. Endi hozir ko'pchilik xususiyga borsam, demak zo'rlari shu yerda ekan deydi. To'g'ri, endi juda nomi chiqqan, haqiqatan xususiylarni zo'r shifokorlarni yig'ib olgan mutaxassislar zo'rlari bor, sanoqli masalan. Lekin hozir bitta mahallaning o'zi 4 ta 5 tadan xususiy klinikalar bo'lishi tabiiy. Endi o'sha yoqqa borishadi, haqiqatan shifokorga 150 ming 200 ming to'laydi. Yozdirib olishadi kasalligiga qarabdi. Xo'p, kapelnitsa qo'yish kerakdir yoki muolajalarni olish kerakdir. Yozdirib keladi. Lekin har bittasiga borib o'sha xususiyda kapelnitsasini olishga keyin uni puli chidamaydi. Bir marta ko'rib yozdirib keldi. Endi zo'r ekan, shuni o'zimizda qildirib olaman deydi-da, baribir davlat muassasasiga keladi. Lekin ular bergan nazarchiyani shu yozib berganini to'g'ridan ko'rsatman, to'g'ridan to'g'ri bu yerda qilish mumkin emas aslida. Hozir bularning buyruqlari bor, sog'liqni saqlash vazirligi. Protokollari bor. Bu kiradi shifokorga, shuni muvofiqlashtiradi deymizmi, qaysidir tilda aytgan solishtiradimi? Keyin kunduzgi statsionarga kirib o'sha yerda oladi. Qarang, baribir kiragan joyi shu bularni. Lekin sakrab o'tish degan narsa bor-da. Endi har bir fuqaroning o'z demak tanlovi bor, undan albatta oqilona foydalanish mumkin. To'g'ri, masalan hozirgi paytda aytganimiz xususiy sektorlar va davlat muassasalari aynan bugungi kundagi birlamchi tibbiy sanitariyadagi bizani talabimiz, uni vazifasi nima bo'lyapti? Birinchi navbatda kasallikni oldini olish.
ularni asosiy maqsadi. Lekin xususiy sektorga borsangiz, u faqatgina kasallikni davolab beradi. Oqibati Shuning bilan uchun ham, kurashadi, ko'p shuning uchun ham hollarda. hozir siz aytyapsiz, baribir xohlaymizmi, yo'qmi, biz davlat muassasasiga qaytib kelamiz. Sababi bugungi kunda 0 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan aholini faqatgina mana shu birlamchi tibbiy sanitariya xizmati, aynan oilaviy poliklinikalarimiz, oilaviy shifokorlik punkt, qishloq vrachlik punktlari mana bular nazorat qiladi. Va bularning eng muhim vazifasi bugungi kunda profilaktika, ya'ni kasallikni oldini olish. Biz bugungi kunda aholimizda tibbiy madaniyatini oshirishga harakat qilishimiz kerak. To'g'ri, masalan, so'nggi yillarda aholini umuman tibbiy madaniyati o'zgargan. Masalan, kimga murojaat qilish kerak, qaysi vaqtda murojaat qilish kerak. Bu hammasi masalan mana shu tibbiyot xodimlarimizni bugungi kundagi mehnatini hisobiga bo'lyapti. Sababi aholimiz qancha sog'lom bo'lsa, tibbiyot muassasasini yuklamasi kam bo'ladi. Hozir siz aytyapsiz, yoshlar yuklamani ko'pligidan xususiy sektorga o'tib ketadi. Bu yaxshi narsa, chunki bugungi kunda yoshlarimizda yana o'z ustida ishlash, yo siz aytgandek masalan tor soha mutaxassisi bo'lish uchun, o'qish uchun kvotalar ko'pligi ajratilganligi, bu yaxshi narsa. Ular o'qisin, izlansin, kerak bo'lsa mana chet mamlakatlarga borib o'qib kelish uchun imkoniyatlar yaratilyapti. Sababi bugungi kundagi hamma tibbiyot xodimining vazifasi aholining salomatligini ta'minlash. Lekin birlamchi tizimda asosiy vazifasi bu profilaktika. Shu sababli ham bugungi kunda Prezidentimiz aytadilar-ku, biz kasallik bilan emas, kasallikni oldini olish bilan shug'ullanishimiz, ya'ni skrining tekshiruvlarini amalga oshirishimiz kerak, targ'ibot ishini ko'proq amalga oshirishimiz kerak. Aynan birlamchi tizimda mana shu narsani amalga oshirish uchun ishni taqsimlab olish uchun kerakli normativ huquqiy hujjatlar bor. Ya'ni aholini xatlovdan o'tkazib, o'sha 4 ta gruppaga bo'lib olishi, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi gruppalar. Demak, 3-chi, 4-chi gruppa biz uchun ko'proq xavf tug'diradi. Biz aynan o'shalarga ko'proq e'tibor qaratsak, bizda o'sha yuklamamiz kamayadi va o'z navbatida o'sha xalqning ham ishonchiga erishamiz. Biz nima deydi, kasallik paydo bo'lib, uni oqibati paydo bo'lib, u bilan kurashishdan ko'ra mana bu narsalar bilan biz ko'proq kurashyapmiz bugungi kunda. Aynan o'sha aholi orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sog'lom ovqatlanish tizimini yaratish yoki umuman olganda bugungi kunda aynan mana shu narsa. Prezidentimiz 7-may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishlarida mana shu qaror farmonlarda ham masalan oddiygina qo'l yuvish gigiyenasi. Aynan bugungi kundagi o'sha yuqumli kasalliklar deymiz yoki oshqozon-ichak traktidagi surunkali kasalliklar, umuman barcha kasallikning asosiy sababi shaxsiy gigiyenadan kelib chiqadi. 90 kunlik dastur O'zbekistonda tibbiyot muassasalarining sharoitini yanada yaxshilashga va ushbu tibbiyot muassasalarida bemorlarga, aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlarning va muomalaning sifatini oshishiga o'zining samarali ta'sirini ko'rsatishi kutilmoqda. Tomosha qilganingiz Rostini ayting tok shousi edi. E'tibor uchun tashakkur. Omon bo'ling.